Haliyam hamma ishlaringizni o'zingiz bajarib yuribmisiz? To'xtang. Bu 3 dona neyron tarmoq sizni 90% vaqtingizni tejab beradi. Birinchisi ChatGPT. ChatGPT bu sizning eng yaqin yordamchingiz. ChatGPT kod yozishda, matn yozishda, kontent yaratishda, undan tashqari audio servis yordamida sizni istalgan tilda siz bilan muloqot etib, yangi til o'rganishingizga yordam beradi. Rasm va medialarni yaratishda ham eng oldingi sun'iy neyron tarmoqlaridan biri. Ikkinchisi Cloudy AI. Cloudy AI juda ham katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda, ilmiy tadqiqotlar, ilmiy maqolalar yozishda sizga juda ham katta yordam beradi. Cloudy AI boshqa sun'iy intellektlardan mantiqiy fikrlashi bilan, insonga o'xshab fikrlashi bilan boshqa sun'iy intellektlardan ajralib turadi. Uchinchisi Gemini. Gemini bu real time vaqtda sizga ma'lumotlarni tahlil etib beradi. Google datasetlaridan yig'ilgan ma'lumotlar orqali sizga ma'lumotlarni chiqarib beradi. Gemini Google kompaniyasining ekotizmi bilan integratsiyalashgan bo'lib, Google Docs, Google Drive va YouTube bilan integratsiyalangan. Bularning hammasidan foydalanish lekin siz qaysi sun'iy intellektdan foydalanasiz?